Endi nima qildim? Qani oldik. Iltimos, tezroq olib kiringlar. Qani. Unga yordam beringlar. Xo'p, Ishqilib bo'lib qolmasin. Qani yigitlar bo'la qolinglar. Endi nima Siz o'zingiz qilaman? bosing. Hozir. Tezroq ichkariga olib kiringlar. Kechirasiz Aziz Abdullayevna. Og'ir bemor keldi. Mashina urib Xo'p, ketdi. hozir chiqaman. Xo'p. Endi nima qildim? Nima qilaman? Dadamga qo'ng'iroq qilish kerak. Hozir. Topila qolsang-chi o'lgur. Mana ekan. Voy, dadamga nima deyman? Voy. Endi nima qilaman? Siz ham qaratmadingizmi jarohatingizni? Yuring, bog'lab qo'yman, yuring. Ey, men sog'man. Voy, bormayman. infeksiya tutishi mumkin axir. Nimaga tushunmaysiz? Tinch qo'ying meni. Kerak emas, yordamingiz menga. Toza qildim. Yordam beray desang ham yoqmaysan. Nimaga ham shoshdim? O'lib qolsa nima qilaman? Doktor, hozir olib kelishgan yigitning ahvoli yaxshimi? Tinchlaning singlim. Nima gap? Ya, jarohatingiz bor ekan-ku. Nega bog'latmadingiz? Voy, men yaxshiman deyapman-u. Mashina urib ketgan yigitning ahvoli qanaqa? Tinchlaning. Hammasi yaxshi. Qulog'i ozgina lat yebdi xolos. Yuring, o'zingiz ham ko'rib qoling. Keling. Tezroq bo'la qoling. Bo'ldi. O'zingizni qo'lga oling singlim. Omon qolganiga shukr qiling. Omadi bor ekan. Yengilgina jarohat olgan. Hozir sizni ham jarohatingizni tozalab, dori surtib qo'yaman. Achishtirmaydimi? Ozgina chidab turasiz endi. Qani? Ay. Hozir. Sal-chiding. Achishtirmaydi duvdingiz-u. Hey. Romantik. Tuzumisiz? Voy. Sizni kim urdi? Ey, meni qo'yavering. Ana ularga chaqimchilik qilmaganingiz uchun-chi? Mana ko'rasiz. Hali meni sizga ko'p yordamim tegadi. Ismim Lobar. Yorqin. Voy jonim-ey. Kutib qolmadingmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Xo'sh, qayoqqa boramiz? Oromgohga bora qolaylik. Nima deysan, o'g'lim? Menga farqi yo'q. Yana men bilan pom chiqdingmi? Oromgoh bo'lsa Seni oromgohda. qarang. Ketdik. Ayub, yana tirnog'ingni tishlab tashladingmi, a? Sizga nima? Bolam, katta bo'lib qolding. Unaqa qilmagin. Ye? Ha, nega xomray oldinglar? Ob-havoga o'xshaysizlar-a? Ertalab yomg'ir yog'ayotgandi. Endi esa ochiq. Yana nima bo'ldi? O'rtoq sudya, bilasizmi? Bu jabrlanuvchi. Xo'sh. Men esa ayblanuvchiman. Shuning uchun ulardan kechirim so'ramoqchi edim. Xafa qilib qo'ydim. Tushunarli. Meni kechiring, janobi oliylari. Iltimos, bir qoshiq qonimdan kechiring. Boring. Ey, qayoqqa? Men yemaysanmi? Yo'q, yemayman. Ayub, shoshma. Buni nima qilaman endi? Indamang. Hozir o'ziga kelib qoladi. Mana ushla.
Qani, kim yana to'lamadi? Guvohnomalar bormi, yigitlar? Bo'la qoling endi. Oyli chiptam uyda qolibdi. Mana o'rniga. O'zi Hey! Oy, yosh qiz, kim yo'l haqini to'laydi? demak uy vazifasi Abdulla Oripovning O'zbekiston vatanim menim she'rini yodlab kelish. Tushunarlimi? Hammaga javob. Rahmat. Xayr bolalar. Ketdik bolalar. Mayli ustoz, yaxshi qoling. Xayr ustoz. Yaxshi boraylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormang Azizaxon. Keling Darsingiz Nargiz opa. tugadimi? Ha? Botanika o'qituvchimizni mashina urib olibdi. Nima? Hozir kasalxonada yotganmishlar. Qachon? Kecha ketayotganlarida. Men 4-sinflarimni muzeyga olib borishim kerak edi. Siz xabar olib kela qoling. Mayli. Shohida Sodiqovni mana u pulni berib, u bu narsa olarsiz degandilar. Bo'pti. Xo'p, mayli. salom deb Yaxshi qo'ying. boring. Voy xudoyim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom Aziza. Yorqin, tuzumisiz? Og'ir bo'lib kelib nima qilardingiz? Kelaman Hammaga- deb ko'zim uchib turmagandi. Hamma narsam yetarli-ku. Direktor yubordilar. O'zi yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, ancha yaxshiman. Sizga butun kollektivimiz salom deb yubordi. Yorqin, chek mana dorilaringiz. Ishonmaysiz, shaharda bormagan dorixonam qolmadi. O'zi ham chanqon urug'i ekan, zo'rg'a topib keldim. Iye, voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz opalarmisiz? Yo'q. Xolasiman. Mayli Yorqinchiq, tuzalib keting. Tushunmadim. Kim u? Sevgilim. Faqat hech kim bilmasin. Yana o'ynaymiz. Yana kuylaymiz. Mana bularni yotishini qaranglar. Ay, ishlab pul topganimda yaxshi edi. Ishim bilan birga hurmatdan yo'qoldim. Yig'lamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz kasalxonada emasmidingiz? Kasalxonadan qochdim. Ha, qarang, yuragim sezganini. Yana dadangiz bilan urushdingizmi? Sizga nima?
Ertaga yuzga suv ichib boraman. Yerga tegsiz, qutulasiz, qo'yasiz bu mashmashadan. Ey goblin, o'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Qanaqa sovchi? Nima ustimdan kulyapsizmi? Qo'ysangizchi. Aytgancha, siz haligi oq ot minib keladigan shahzodingizni kutyapsiz-da, Ha, yana necha yil kutasiz uni? Siz qizlarga hayronman. Sizlarga yigit kishini puli, chiroyi birinchi o'rinda turadi. Shu jihatdan qaraganda to'g'ri. Menda na pul bor, na chiroy. Men oddiy bir masxarabozman. Sizni tengingiz emas. Menga qarang. Hamma gaplaringiz menga Сценаристов были вычеркнуты из титров фильма. Причиной же ареста оказалась простая случайность. Rustam aka, Jonim. suyunchi bering. Nega ekan? Avval suyunchi bering. Keyin aytaman. Ayta qol. Aytmayman. Запчастей тут хоть лопат. Hey, eshitmayapsizmi? Sizga yangilik bor, Rustam aka. Laziza. Qanaqa yangilik jonim? Ayta qol, qiynama. Qani topingchi. Ayt. O'ylab ko'ring. Eringni ko'p qiynamagin. O'zingiz toping. Aytmasang aytma. Это бы помогло мне в деле. Да, он остался. Бы мне хотелось тебя послушаться. Rustam aka, haligi Xo'sh. biz ko'payishadigan bo'ldik. Rostdanmi? Endi seni faqat qo'limda ko'tarib yuraman jonim. Dada, men tayyorman. O'g'lim, senga bir zo'r gap aytaymi? Yaqinda ukalik bo'lasan. Xo'sh, xursandmisan? Judayam. Ikki yildan beri shu ahvol. Qanchalik mehr bersam ham baribir onasini o'rnini bosa olmayman. Qo'y, yig'lama. Ko'rikib ketadi hali. Ayub, kecha biz bilan ko'p futbol o'ynadik. Assalomu alaykum, Yaqin aka. Va alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. Tinchlikmi? O'g'lingiz darsga kelmayapti. Voy, Ko'rasan. nega? Har doim maktabga deb uydan chiqadi. Ota-onalar farzandlarini maktabda deb bilishsa, biz uyda deb bilamiz. Bolalar esa bundan foydalanib, bilganini qilib, Tushmagurlar. Ko'zoynagim qani? Ayub! Yomonlab yemadingizmi? Keling, yordamlashib olay. Senga nima dedim? Bexaka. Yuring, ichkariga kirib gaplashib qolamiz. Yuring. Ayub,
nima qildim, ustoz? Bu nima qilganing? Hech narsa qilmadim. Qani men bilan yurchi. Yillari futbol o'ynaydi. Yana boshladingmi qilig'ingni? Allo. Laziza? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Rustam aka. Xullas, bugun ishdan vaqtliroq bo'shashga harakat qilgin. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ayubni maktabdan olib birga ovqatlangani boramiz. Maktabda Ayubni o'zim olaman. Siz ungacha sevimli restoranimizdan joy buyurtirib turing. Kelishdikmi? Mayli, bo'pti. Unda yana qo'ng'iroqlasharmiz, xo'pmi? Xo'p, mayli, ko'rishguncha. Xayr. Kir bunda. Bu nima qilganing? Sen bolani dastidan hech bir o'quvchiga kun yo'q. Endi o'quvchilar qolib o'qituvchilarga o'tdingmi? Vijdoning bormi o'zi? Nega jimsan, gapir? Buncha tarbiya og'ir bo'lmasa, sen bolaga onang tarbiya berganmi, yo'qmi? Ustoz, siz onamga tildek qizmang. Men sizni deb bu ishni qildim. U sizni yaxshi ko'rishini butun maktab biladi. Yana qanaqadir bir olifta qiz bilan yuribdi. Ustoz, sizni yaxshi ko'raman. Hurmat qilaman juda ham. Siz oyimga o'xshaysiz. Oyim 8 yoshida vafot etganlar. O'gay onam doim oyimning o'rnini bosishga harakat qiladi. U baribir oyim bo'lolmaydi. Ayub! Ayub! Ayub, to'xta! Ayub! Ayub, to'xta! Ayub! Voy. Yorqinchi. Anavi qiz xolangizmidi? Bolalarni ketidan doim shunaqa yugurib yuradimi? Ha? Kulurmi? Hazillashdim. Lobar. Ha? Sizni menga yordamingiz kerak edi. Xo'p. O'quvchilarning ustimdan kulishi jonimga tegdi. Aziza ham nazariga ilmaydi. Menga boshqa bir ish topib bersangiz. Boshqa ish topishdan oldin biz boshqa yorqinni topamiz. Yaxshi. Ketdik. Shu yerdami deng? Ayub. Sen olib ketganini ko'rdim. Sinfingga kirsam yo'q ekansan. Darslaring erta tugadimi? Senga dadang bilan sovg'a tayyorlab qo'ydik. Yur ketamiz. Siz bilan hech qayerga bormayman. Dadang bizni kutyaptilar axir. Yura qol bolam. Men sizni bolangiz emasman. Ayub, to'xta. O'g'lim, tushunaman. Men sen uchun o'gayman. Seningcha men onangni o'rnini bosa olmayman.
To'g'ri. Buni ham tushunaman. Hech kim ularni o'rnini bosolmaydi. Qismati shunaqa ekan. Iloj qancha? Agar qo'limdan kelganida edi ularni qaytarish. Hamma narsamni bergan bo'lardim. Ishonasanmi yo'qmi? Bilmadim, lekin seni juda ham yaxshi ko'raman. Seni quvonchdan porlab turgan ko'zlaringni ko'rish, jarangdor ovozingni, xandon otib kulishlaringni eshitish men uchun baxt, o'g'lim. Dadam menga uylanganlari sababli ulardan ham, mendan ham nafratlanishini bilaman. Fikringcha, oyingni faqat sen unutmagansan, Ayub. Dadang esa menga uylanib, ularni unutganlar go'yo. Yo'q, o'g'lim. Agar bilsang, xotinini unutgan dadalar bolasini xolasigami, buvisigami yo bo'lmasa mehribonlik uyiga tashlab ketishadi. Dadang seni o'ylab, onasiz o'smasin deb menga uylanganlar. Mendan nafratlanishi mumkin, chunki o'gayman. Ammo otangdan nafratlanma. Mayli. Meni ona dema. Roziman. Lekin iltimos, dadangni qiynama. Bolam. Senga aytganlarimni o'ylab ko'r. Seni mashinada kutaman. Assalomu alaykum, dadajon. Ya qizim. Va alaykum assalom. Dadajon. Menda bir muammo chiqib qoldi. Bu galgisi nima muammo ekan? Kartochkamdan pul yecha olmayapman. Sen pulni nima qilasan, qizim? Yana qaysi dugonangni mushugini veterinarga olib borish kerak bo'lib qoldi. Bu gal mushuk emas. Jiddiy masala. Keyin tushuntirib beraman, dada. Iltimos, dadajon. Sen qiz qachon pulni qadriga yetar ekansan, bilmadim. Eshitaman. Alisher. Labbay. Qizimni shotini ochib beringlar. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Rahmat, dadajon. Sizni bir ham yaxshi ko'raman-ki. Ha, sen shayton qiz.
Assalomu alaykum dadajon, oyijon. assalom. Men keldim. Qani tergashingizni bir ko'rib qo'yaychi. Erkalab boshingizga chiqarib Voy, oldingiz. sen qiz juda haddingdan oshib ketmayapsanmi? Nima bo'ldi dadajon? Qandaydir bir qalang'i qasang'i bilan uchrashib yurganmishsan? Yana o'sha BBCdan eshitdingizmi? Hoy qiz, otang sen bilan gaplashmoqchilar. Qani, pastga tushchi. Kim u yigit? Dada. O'sha elchilaringiz noto'g'ri ma'lumot berishibdi. U mening yigitim emas. Shunchaki xaloskorim. Nima? Yana qanaqa xaloskor? Voy, men o'lmasam, endi xaloskori topilibdi. Ana, sizga aytdim-a, bu qiz o'zgarib qolgan deb. Har kuni erta turadi. Qayoqqadir shoshiladi. Ish qilib, bizlarni sharmanda qilmasang bo'lgani. Menga qara, kim u? Dada, men bir yigitni mashinamda turtib yubordim. Voy, o'lmasam, o'ldimi? Voy, oyi, buncha soddasiz. O'lganida o'tirarmidim hozir shu yerda? Qulog'i ozgina lat yebdi. Militsiya keldi. Keyin u o'zimni o'zim mashinani tagiga tashladim dedi. U qizda ayb yo'q dedi. Bor gap shu. Tushunarli. Pismiq. U seni boyligini bilgan. Mashinasini tagiga o'zimni tashlasam, jaraq pul ishlayman degan. Ha, nomard. Ana sen aytgan militsiya xodimlari ham o'zini o'rtoqlari. Formasini ijaraga olgan. Sen qiz esa laqqa tushib o'tiribsan. Voy, oyijon-ey. Siz shunaqa narsalarni o'ylab topishdi, ertakchi aka-uka grimlardan o'tib tushasiz. Dada, men hech kim bilan uchrashib yurganim yo'q. U menga yordam berdi. Men unga minnatdorchilik bildirdim, xolos. Juda charchadim. Kirib dam olsam maylimi? Mayli, bor. Bo'lar bo'lmasga vahima qilaverasan. Doim shunaqa qilasiz. Chunki qizimni qanaqaligini yaxshi bilaman. Choydan qo'y. Xo'p. Mana. Hop, qani yo'lovchilar, yo'l haqqini tayinlab turinglar. Iye, yaxshimiz qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Bu safar yo'l haqi o'rniga chupa-chus bersam olaman. Bu safar oylik chiptam bor. Qani ko'ringchi? Mana. Yana chupa-chup sirkaman deb umid qiluvdim. Bu gal qurt bersam maylimi? Ha, mayli. Indamajim qurt inishim. Voy bu, namuncha bo'pti. Qani bu yoqdagilar, chiptalar bormi? Sizda yo'l haqini to'lab oling-chi. Hozir o'g'lim. Kim bor? Yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Voy, nima bo'ldi? Kuchuk tishlar Qani olib keling, tezroq. Iye, Aziza. Qayoqqa shoshyapsiz? Hali vaqtli-ku. Nima? Shoshmay sizni maqtashim kerakmi? Yo'q, shunchaki O, janobi oliylari, biram ochilib ketibsiz-u. Tilla baliqchingiz judayam xotamtoy ekanmi? Ha, rashk qilyapsizmi? Rashk qilib o'libmanmi? Mana ko'rasiz. Baribir meniki bo'lasiz. Hech narsani ko'rmayman, sizniki ham bo'lmayman. Bo'lasiz. Oy, shunday ham haydaydimi? Hech kim ko'rmadimi? Bo'ldi.
Bo'ldi Asal. Tashqariga olib chiqish kerak. Ber birpas o'ynatib beraman. Qani kech o'g'lim? Juda qolib ketmang. Bo'ldi, yig'lamagin. Bo'ldi. Doktor. Labbay. To'g'risini ayting, bolam o'lmaydi. Opajon. O'tiringga. Opajon, o'zingizni bosing. Yashab ketadi bolam. Bolani vaqtida yashaydi, to'g'rimi? Hammasi yaxshi. Operatsiya yaxshi o'tdi. Narkoz tarqasa keyin gaplashasizlar. Hozir palataga o'tkazamiz. Ungacha yuring, men sizga palatasini ko'rsataman. O'tsalib ketadi. Xudo xohlasa. Albatta. Rahmat doktor. Ilohim umringizdan baraka toping. Ustoz. Ayub. Assalomu alaykum Va ustoz. alaykum assalom. Men haligi kechagi ishim uchun uzr so'ramoqchi edim. Boshqa qilmayman. Agar xafa qilib qo'ygan bo'lsam, sizdan uzr so'rayman. Kechiring ustoz. Ha, sizlar qilar ishni qilib qo'yib, keyin kechirim so'raysizlarmi? Bilasizmi? Ustoz, chet el filmini ko'rgandim. Bola bilan gari o'ynagandim. Men yaxshi ish qilaman, bilaman ustoz. Ustoz, meni kechiring. Ayub, bir ish qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak. Chet el filmlarini kamroq ko'rish kerak. Tushundingmi? Kechirasiz, ustoz? Ha, men uni kecha unutganman. Endi uyingga bor. Uyindagilarni kuttirib qo'ymagin, xo'pmi? Rahmat, ustoz. Arzimaydi. Dars qilishni unutmagin. Bo'ladi. Ye? Sizga nima bo'ldi? Yorqinchi? Siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ketdik. Uyingizga borib qo'yaman sizni. Uyim katta edi, meni bilmaysizmi siz? Bunisi endi ortiqcha. Yaxshi bo'lib Yorqinchi? yorqinchi. Bir soatdan beri kutaman. Men seni bir umr kutishga roziman. Mayli. Yaxshi. Voy, pullarim qani? Vohid! Vohid! Ha, opa, nima bo'ldi? Pullarim qani? Qanaqa pul? Sumkamda pul bor edi. Men ko'rmadim. Dadam qayerdalar? Choyxonadalar. Voy! Oyi! Oyi! Ha, Aziza, tinchlikmi? Dadamni qarang. Nima qildilar? Pullarim yo'q, oyi. Sinf fondi uchun bolalardan yig'gandik. Dadam yana otdilar. Necha marta aytganman, sen qizga olib kelmagan uyga pul deb. Nimaga yana shunaqa ish qilding? Axir bu maytaq pul edi-yu, nega oladilar? Sinfingga. Oyi, siz boravering, men o'zim qarayman. Xudoga shukr. O'zlarini pullariga ichsalar ham alam qilmasdi, oyi. Axir bu maytaq puli-ku. Sen o'zing aybdorsan. Olib kelmagin deganman senga. Umuman olib kelish kerak emas edi. Qayerdan topaman endi shuncha pulni? Menga qara u. Sen meni o'g'ri qilyapsanmi? O'z otangni o'g'ri qilyapsanmi? Shuncha vaqt yerda qilganingga rahmating suni qani seni. Otangdan pul qilyapsanmi? Iltimos. Yuring, o'zim qoling. Pulni xohlagan ishlatishga haqqim bor. Asabiylashing. Dada bas, yetar. Shunaqa ichaverib bir umr qiynamoqchimisiz bizlarni? Xohlasan ishaman, xohlamasan yo'q. Tushundingmi? Sendan so'rab o'tirmayman men. Borib o'quvchilariga gapingni o'tkazasan. Bor yo'q dedim. O'zingizni sog'lig'ingiz kerak bo'lmasa, onam bilan ukam o'ylasangiz-chi?
Dadasi qo'ying. O'sha bor maktabingdagilar yaqinlarga tushundingmi bor? Kiring ichkariga. Xo'sh. Endi qayoqqa yorqinchi? Hoy. Qaysi tomonga deyapman? Qayoqqa qarab yuray? Men bu yoqda turaman. Ha. Aziza u yoqda turadi. Yaxshi. Hozir. Alo? Hozir dada, mana boryapman. Mana, yo'llar tezlashdi. Qo'ng'iroqlashamiz. Meni qalbimni bilmay. Rahmat. Tashakkur. Bu gal janjal nimadan chiqdi? Iye. İchib oldingizmi? İçtim. Okurum içtim. Men sizni unutishun içtim. Charchadim. Judayam charchadim. Men hayotda nima uchun yashayotganimni ham bilmayman. Bir kun turmushga chiqsam, baxtli bo'laman deb orzu qilardim. Lekin orzularim armon bo'ldi. Yoshim 24 ga to'lsa hamki yorqin uyimizga bitta ham soch kelgani yo'q. Odamni deb men baxtsiz bo'laman shekilli. Agar sizga turmushga chiqsam, 3 xonali uyingizni qayeriga sig'amiz? 2 ta akangiz, 2 ta kelingiz, oyingiz, jiyanlaringiz o'zi. Shundoq ham jo'ja birdek jonsizlar. Boshim qotib qoldi meni. Nima qilishimni ham bilmayman. Nima? Shuncha gapni devorga gapirdimmi? Hech bo'lmasa bir nima deng. Ketdik. Yuring. Alo. Salom jonim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingchi? Charchab qolmadingmi? Ha, yo'q. Navbatchilik yaxshi o'tdimi? Yaxshi, rahmat. Choy ichdinglarmi? Ayub maktabga ketdimi? Ha, ketdi. Dorilaringni ichdingmi? Ha, ichdim. Yuraging boshqa bezovta qilmayaptimi? Xavotir olmang, yaxshiman. Navbatchiligimni topshirib uyga boraman. Uyga kelganingda ovqatga harakat qilma. Nega? Dam olgin. Ishdan qaytayotganimda o'zim bu narsa olib kelaman. Xo'p, mayli, rahmat. Bo'pti. Suv bering. Hozir. Suv. Og'zingni och. Ana. Oyim qanilar? Sen xavotir olma. Oyim bugun keladilar. Qani
Asadbek, fe'l deb nimaga aytiladi? Shaxs va narsaning harakat holatini bildirgan so'zlar fe'l deyiladi. Fe'llar nima qildi, nima qilyapti, nima qiladi degan so'roqlarga javob bo'ladi. Fe'llar zamonlar, shaxson, bo'lishli, bo'lishsizlik ma'nolari va bu ma'nolarni ifodalovchi qo'shimchalarga ega bo'ladi. Masalan, yozmadim so'zida ma qo'shimchasi bo'lishsizlik, di qo'shimchasi zamon, m qo'shimchasi esa shaxs va son ma'nosini bildiradi. Ha, yaxshi. Barakalla, o'tir. Bahoyim 5. Bolalar, 17-mashqni yozib turinglar. Men hozir kelaman. Ovozinglar chiqmasin. Yorqin. Nega darsimga xalal beryapsiz? Aziza, men sizdan uzr so'ramoqchi edim. Kecha nima bo'lgani esimda yo'q. Oyimlar aytishlaricha, kecha meni uyga olib kelibsiz. Voy, uzr. Alo? Lobar? Ha? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Bugun tug'ilgan kuningizmi? 6dami? Ha, boraman. Ha. Xo'p, mayli. Menga qarang, Yorqin. Boring o'sha tilla baliqchingiz yoniga, maylimi? Lazza Abdullayevna, kecha kechqurun bo'limimizga og'ir ahvolda bir yigitni olib kelishdi. Azimov Yorqin, 86-yilda tug'ilgan. O'ng oyog'i og'ir jarohatlangan. Mana uni kasallik varaqasi. Men bemorni o'zim ko'rib chiqaman. Savolinglar bormi? Yo'q. Rahmat, yo'q. Boshqa savol yo'q. Unda mayli, ishinglarga boringlar. Qani qizlar, rahmat. Ketdikmi? Ketdik. 6-palataga kirib xabar olish kerak. Bilasanmi, Lobar? Bugun yo'q. Yaxshi. Yorqinchik, sizga nima bo'ldi, tinchlikmi? Nima gap? Kecha tug'ilgan kundan chiqib uyga ketayotgandim. Ikkita barzangi do'pposladi. Kuchim yetmadi ularga. Sizning yoningizga yaqinlashmasligimni aytishdi. Kim edi ular? Hammasi shunchalik tez bo'ldiki, ularni eslab qololmadim. Voy, ko'zingizga ham urishdimi? Qani. Voy, ko'karib chiqdi-yu. Voy. Bo'ldi, yetar. Bo'ldi, qiling. Tushunmadim. Rustam aka. Rustam aka. Laziza, senga nima bo'ldi? Laziza, ko'zingni och. Laziza. Ayub. Lampeda. Laziza. Bor suvatga. Laziza. Nega qarab turibsan? Tezroq suv olib kelsang-chi. Xo'p. Laziza, ko'zingni och. Qo'rqitma meni. Jonginam. Qo'rqitma, iltimos. Mana dada. Oyijon, turing. Bizni qo'rqitmang. Ko'zingni och. Oyijon, turing. Ko'zingni och, asalim. Qo'rqitmang, iltimos, oyi. Laziza. Oyijon, meni kechiring. Endi aytganingizni qilaman. Oyijon, turing. Senga nima bo'ldi? Bir nima desang-chi. Jonginam. Xudoga shukr. Tuzumsan? Meni oy dedi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Dadam qanday? Ishga ketdilarmi? Bugun ertalab oshga borishlari kerak ekan. Seni shirin uyqudan uyg'otgilari kelmadi. Ol. Non bilan ye, bolam. Ertalab baquvvat yeb olsang, tushgacha charchab qolmaysan. Tushundingmi? Bugun maktabga siz olib borasizmi? Ha, o'zim olib boraman.
Sen choyini ichguningcha men kiyinib turaman. Xo'pmi? Xo'p. Mayli, bora qol. Ehtiyot bo'ling, xo'pmi? Xo'p, oyi. Xayr, jonim. Xayr. Alo, Lazizaxon, eshitaman. bu men Dono Hafizovnaman. Assalomu alaykum, Dono opa. Va alaykum assalom Lazizaxon. Siz uchun xushxabar bor. Bugun kela olasizmi? Albatta, Dono opa, boraman. Juda soz sizni kutaman. Xo'p, mayli. Rahmat. Xo'sh bolalar, uy vazifasiga nima berilgandi? Azizbek, aytchi. Uyga vazifa qilib bayon yozib berilgan. O'tir. Xo'p, kim o'qib beradi? Qani Ayub, chiq doskaga. Xo'sh Ayub, tayyormisan? Ha. Hamma diqqat bilan eshitsin. Bayonim shohning 3 qizi haqidagi ertak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir shoh va uning 3 ta qizi bo'lgan ekan. Kunlardan birida shohning kenja qizi og'ir dardga chalinib qolibdi. Uni hech kim davolay olmabdi. Shoh qizini davolash uchun boshqa mamlakatga olib ketibdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Shoh bilan uni kenja qizidan hech qanday xabar bo'lmabdi. Ular shu tariqa bedarak ketishibdi. Shohning saroyida qolgan 2 qizi otasi bilan singlisini intizor bo'lib kutishar ekan. Hatto bir kuni kechasi ular oymomoga iltijo qilib, "Oymomojon, oymomo, otamizni ko'rsang ayt. Biz ularni sog'indik. Qaytishsin" deyishibdi. Shunda oymomo ularga qarab, "Agar sizlar sabr qilib, odobli, yaxshi qiz bo'lib yursanglar, otanglar seninglar bilan albatta qaytib kelishadi" debdi. Qizlar umid bilan qadrdonlarini kutib yashashibdi. Nihoyat kunlardan bir kuni oymomo aytganidek, shoh kenja qizi bilan qaytib kelibdi. Va ular baxtli hayot kechirishibdi. Qissadan hissa shuki, sabr tagi sariq oltin. Ustoz? Bilmadim. Ustoz qayerda? Ustoz, o'qib bo'ldim. Yaxshi, o'tir joyingga. Xo'p. Hilola, daftarlarni yig'ib chiqqanda stolimni ustiga qo'yib qo'y. Xo'p, sizlar esa bolalar, 132-betni ochib, hamma eshityaptimi? Ha! G'afur G'ulomning shu bola qissasini o'qinglar. Xo'p. 132-bet. Ha, bo'pti. Qushim bolasi, to'g'ri. Ha, bo'ldi. Ayub. Bu ertakni qayerdan bilasan? Menga bu ertakni oyim aytib berganlar. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom qizim, keling. Marhamat, kiravering. Yaxshimisiz? Rahmat. Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Xabar bor deganingizga yugurib keladi. Siz o'zingiz salomatmisiz? Og'ir bo'lmasdan. Uydagilar yaxshi yuribdimi? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz. Rahmat. Siz so'ragan ma'lumotlarni bittasini topdik. Rahmat. Biz o'zimiz ham eshitib juda xursand bo'ldik. Mana shuni ko'rib chiqingchi qizim.
Xo'p. Voy, nimaga yig'layapsiz qizim? Axir bu xush xabar-ku. Nasib bo'lsa unisi ham topilib qolar bo'ldi. Yig'lamang qizim. Rahmat sizga opajon. Hayajonlanish sizga umuman mumkin emas. Xo'p. Bo'pti. Sog' bo'ling. Katta rahmat sizga. Mayli, omon bo'ling iloyim. Kasal bo'lmang. Xo'p. Eson-omon qutulib oling. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين o'tganlarni xudo rahmat qilsin. Allohu akbar. Men bobom yo'llarda ozgina o'tiraman. Mayli. Bobojon, sizni juda ham sog'indim. Agar hayot bo'lganingizda hammasi boshqacha bo'lardi. Qabringiz tuprog'ini yuragimga bosib orom olishimni bilsangiz edi. Dadam bilan oyimni qabrlarini hali ham topolmadim. Ilohim ularni ham, sizni ham ruhingiz shod bo'lsin. Men bugun Lobarni topdim. Bobojon, uni topdim. Bugunoq uni yoniga boraman. Bo'ldi jonim, bo'ldi. O'zingni bos. Mana shu men uyim. Birinchi o'lakdan 5-qavatga chiqamiz. Ish qilib oying uydamilar? Ovqatimni tayyorlab, meni poylab o'tiradilar. Seni juda yaxshi ko'rar ekanlar-da. Ha. Jim, oyi, biz keldik. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Kiring Azizaxon, kiravering. Nega turibsiz? Keling. Kiring ichkariga.
Qani? Keling. O'tiring. Marhamat. Men hozir. O'tirib turing. Azizaxon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Oling, choydan iching. O'zi tinchlikmi? Rahmat. Nima? Ayub yana ishkal chiqardimi? Yo'q. Ayub yaxshi bola. U oxirgi paytda juda o'zgarib qolgan. Yaxshi. Men Azizaxon? Nima bo'ldi o'zi? Ayub haligi bugun bayon yozib kelgandi. Ertak bayon qilib yozgan. O'sha ertakni siz aytib bergan ekansiz. Ha, men aytib bergandim. Nima edi? U ertakni qayerdan bilasiz? Bolaligimdagi ertak. O'zim to'qiganman. Azizaxon, oshkora gapiring. Nima bo'ldi o'zi? Bolalar uyida siz singlingiz Azizaga har kuni yotishdan oldin aytib berarmidingiz? Siz buni qayerdan bilasiz? Azizani tez orada boqib olishgandi. Siz qayerdan oldingiz bu ma'lumotni? O'sha singlingiz Aziza men bo'laman. Nima? Kechagina Lobarni topgandim. Ismi Lobar. Salim, Lobarni yo'qmi? Ha, Lobar. Qani qayerga sen ham Aziza? Allohning panohiga. Bo'ldi, yig'lama. Hayır, bolajonlarim, hayır. Men tez-tez kelib turaman. Laziza qizim, singillaringni ehtiyot qil. Tez kelib turarlar, yig'lama. Rahmat singlim. Omon bo'linglar. Nima qilay, ilojsizman. Kelinim bilan o'g'lim omon bo'lishganida shu yerlarga kelib yurarmidim. Endi sizlarga topshirdim. Ilohim, umringlardan baraka topinglar. Katta rahmat. Xo'p. Har kuni bo'lmasa ham kunara xabar olib turaman. Bemalol. Salomat. Bolalardan xavotir olmang. Xo'p, mayli. Tarbiyalanuvchimiz Lobarxonni ham onali, otali bo'lgani eng baxtli kun deb hisoblayman. Biz uchun ham. O'ylaymanki, sizlarga munosib farzand bo'ladi. Rahmat. Mana qizinglar. Ismi Lobarxon. Muborak bo'lsin. Bo'ldi. Yig'lama. Asal qizim Lobarim. Bo'ldi, yig'lama. Opajon, men qo'rqyapman. Ke yonimga oyoqlarini ko'rpani ichiga tiq. Hozir senga erta beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda shohning 3 qizi bor ekan.
Voy, Laziza bu yoqdamiding? Nega yig'layapsan? Tur yerda o'tirmagin. Shamollab qolasan. Tura qol, yur bolalar oldiga boramiz. Yur, tura qol. Voy, o'zim o'rgilay sendan. Bo'ldi, Laziza. Ha, opajon. Bilmadim, menga chaqirib keldi eshitdi-da. Ko'ravering, Lobar. Mana, olib keldim. Olib kelganingiz uchun rahmat, Yorqin. Bu yog'iga o'zimiz kelishib olamiz. Iltimos, endi chiqib turing. Nima? Chiqib turing. Xo'p. Nimaga? Agar Garri Potteringizni talashmoqchi bo'lsangiz, vaqtingizni ketkazmang. U meni qiziqtirmaydi. Qani o'tir mana bu yoqqa. Tushunmadim. Bu senga. Nima bu? Tanidingmi? Eslab ko'r. Bu men. Bu Aziza. Mana bunisi esa sen. Ota-onamizni vafotidan so'ng bobomiz bizni mehribonlik uyiga topshirganlar. Sen juda ham kichkina eding. Sen tez orada asrab olishdi. Hey Barbie. Biz opa-singil ekanmiz. Opajon, nima bo'ldi? Kim bor? Yordam beringlar. Nega taqdir shunday azoblar berib sinar? Nega taqdir tinmay bizni